Assalomu alaykum. Biz sizni onlayn ishga taklif qilamiz. Vazifalar juda oddiy. Ananas Express havolasiga kirasiz, biz ko'rsatgan tovarlarga like bosasiz va ularni bizga skrin qilib jo'natasiz. Siz topshiriqni bajardingiz. Endi karta raqamingizni yuboring. Biz sizga va'da qilingan pulni o'tkazib beramiz. Ism, familiyangiz va karta raqamingizni jo'natsangiz, biz sizga 50 ming so'm mukofot pulini yuborib qo'yamiz. 50 ming kartanga tushdimi? Zo'r biznes ekan-ku. Ertaga soat 9:00 da yangi ish kuni boshlanadi. Siz undan ham ko'proq daromad topishingiz mumkin. Bir, ikki, uch. Ana! Bitta ishlaymiz. Happy birthday to you. Qani. Ay. Ana. Yana bitta. Ana ishla. Ay, ana. Oy. Ana. Voy, ana. Dig. Asal qizim, baxtli bo'ling, xo'pmi? Katta qiz bo'ling. Sizdan keyin nasib qilsa sizga oyiz uka olib kelib bersin. Ha? Xudo xohlasa. Menga qarang, asal qizim. Qani? Mana asal qizim. Endi buni tortda kesib nima qilamiz qizi? Ham qilamiz. Yeymiz, to'g'rimi? Ham qilamiz, ha? Hadi, tortga qarang. Chiroyli, a? Dilshod ham qattiq yuribdigina, vaqtliroq kelsa bo'lmaydimi? Jamshid, o'rtoq. Ha? Internetda zo'r Malibu mashina ko'rdim. 10 ming yurgan ekan. Zo'rku? 10 ming dollar so'rayapti. Olmaysan. Holati ham yaxshi ekan. Qara, Ish qilib rozi bo'lsin deb menga qara, 10 mingga jentram bermaydi-yu. shuni aytaman-da. Mana shunaqa xabarlar kelib qoladi. Yaxshi mashinalar chiqib qoladi, o'rtoq. Yaxshisi egasi bilan gaplash. To'g'ri aytasan. Hozir Telegramdan yozingchi. Borib sodalash, o'zim bilan ko'rishib gaplash. 10 daqiqadan so'ng ish boshlanadi. Bugun ko'proq vazifalar bor. Daromadingiz oshadi. Men sizni umumiy guruhga qo'shaman. Bugun 2 millionga yaqin daromad topishingiz mumkin. Xabar keldi. O'zi Janubiy Koreyada turar ekan. Xo'sh, Mashinani hujjatlarini rasmiylashtirish onlayn orqali deyapti. gaplashib ko'r. Men qayerdan bilaman? O'rtoq Malibuda tasavvur qilyapsanmi? Yana 10 ming dollarga. Bunaqa mashina yo'q. Bozordan ham topa olmaysan, o'rtoq. Aka, assalomu alaykum. Havola nech pul? Havoni narxini aytasizmi, aka? Vazifalarni bajarishni 20 ming. boshladingizmi? Bo'ldi, mana buni tortib bering qani. Uka olib ketursin-chi bor. Mayli. Rahmat. Juda ham yaxshi. Hozir men sizni vazifalaringizni tekshirib chiqaman. Tez orada sizga birinchi bonusni Jamshid, taqdim etamiz. o'rtoq. Mana qanaqadir havola jo'natdi. Hop, Qara, yozib qo'yibdi-yu mana. Sizga 100 ming so'mlik bonus taqdim etildi. Siz keyingi bosqichga o'tdingiz. karta raqamini so'rayapti-ku. Xo'yoz, ko'rsatilganlarni. Ana yozib qo'yibdi-yu o'zi. Tez orada sizga keyingi vazifalarni tushuntiramiz. O'rtoq, ish qilib rasmiylashtirib berarmikin? Aldab ketmasmikin? Bilmadim endi o'rtoq. Iltimos, men tish qo'yib birpas ishim bor men. Bor sodingni qilgin. Bo'pti. Hop. Ikkinchi topshiriq. Endi tovar sotib olasiz, 50% gacha bonusga ega bo'lasiz. Siz hech narsa yutkazmaysiz. Vaqtinchalikka tovarlardan birini sotib olasiz. Tez fursatda sizga sotib olingan tovar pulingizni bonuslari bilan qaytarib beramiz. Bu odamlar kim endi gruppaga qo'shilgan? Hozir men 83 ming bersam, 200 ming qilib qaytarib beradim o'shanda. Keyin pulim qaytib kelarmikan? Kecha unaqa demagandi-yu. Ish qilib aldalib qolmasmikinman? Tanlov qildingizmi? Unda ko'rsatilgan pul miqdorini shu kartaga o'tkazma qiling. Shu kartaga o'tkazmalarni amalga oshiring. Tez orada bonuslarga ega bo'ling. Guruhdagi savdogarlar vazifani bajarib bo'ldi. Siz qaysi tovarni tanlaysiz? Tezroq javob bering va bonusga ega bo'ling. Hozir 83 ming shu kartaga o'tkazsam, qanchada meni pulimni qaytarib berasizlar? Ha, vaqtinchalik sotib olasiz. Biz ishonchli kompaniyamiz. Bizga ko'p savdogarlardan murojaatlar tushgan va biz ularni savdo tushumini oshirib beryapmiz. Siz hozir bitta tovarni tanlang va kartaga pul o'tkazing. Tavakkal qilib ko'raychi. Bor-yo'q 83 ming pul ekan. Ajoyib tanlov. Siz hozir tovarni sotib olish uchun biz bergan kartaga o'tkazma qiling. Bir necha daqiqadan so'ng bonuslarga ega bo'ling.
Besh million? Nimaga yechyapti? Nimaga yechiladi? Jamshid!